Do'stlar, bugun men sizlar bilan Minecraft'da o'z qurgan uyimni ko'rsataman. Bunga necha baho berasizlar? Oldin tashqaridan daraxt zo'r. Va bu yerda men aytaman, Franki yoki Rex deb chaqirishingiz mumkin. Do'stlar, va bu mening uyimning to'g'ri. Shunchaki dam olib yashaydigan joyga. Mana yotoqxona kriteriya balo bormi bu yerda? Xullas, bu yer yotoqxona, shunaqa joy. Bu yer ferma. Bu ikkinchi etaj, yuvinish, vanna, o'shanga o'xshash narsalar. Va yana bitta joyda bor. Mana bu minora. Birinchi etajda kiyim shunaqa narsalar turadi. Men hali jihozlaganim yo'q. Ikkinchi etajda yotoqxona. Bu yerdan olmosli set kiyinib olasizlar mana. Do'stlar, bu yerdan esa kamon shunaqa narsalar turadi. Xavf kelganda kamondan qo'rqaverasizlar. Любой bitta joydan po'q deb. Endi do'stlar, sizlarga yoqdimi? Undan necha baholasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Like, obuna bosishni unutmanglar. Agar hozir shu videoyim 20 tadan ko'p like yig'sa, do'stlar, va'da beraman, men sizlarga Minecraft haqida bitta video olaman. Oshnalarim yoki ukam bilan. Kelishdikmi? Unda let's go. To'xtanglar. Uzoqdan turib qanday ko'rinishini ko'raylik. Ana, do'stlar, chiroyli manzaralar. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan ko'rishguncha men bir oylik so'z bo'ldim.